Jizzaxdan Angliyagacha bu shunchaki masofa emas, bu katta maqsad, mehnat va jasorat hikoyasi. Bir paytlar Jizzax ko'chalarida katta orzular bilan yurgan yigit hozir Angliyada tahsil olib, xalqaro hayotda o'z kelajagini quryapti. Bu yo'l qanday boshlangan, qanday qiyinchiliklar bo'lgan? Hozir ushbu qiziqarli hikoyani birga eshitamiz. Bobur, sizni Angliya haqidagi gaplaringizdan ancha hayratlandim. Siz hozir nima qilyapsiz? Va tomoshabin sizni nima uchun eshitishlari kerak hozir? Assalomu alaykum. Hozirgi vaqtda men 15 kunlik ta'tilga kelganman va tomoshabinlar nima uchun tinglashi kerak degan savolga javob beradigan bo'lsanglar, men Angliyaga kelishimdan oldin internetda shu Angliya haqidagi bilmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim bo'lgan va ko'pchiligini ola olmaganman. Va hozir shu savollarga o'zim birma-bir javob berish niyatim bor. Xudo xolasa bu foydali bo'ladi. Keling, endi bolaligingizdan Angliyagacha bo'lgan davr haqida gaplashsak. Bolaligingiz Jizzax shahrini qayerda o'tgan? Qaysi ta'lim dargohlarida tahsil olgansiz? Men bolaligim shu o'zimiz mahallada o'tgan, ya'ni Navro'z mahallasida katta bo'lganman. 6-maktabda o'qiganman va Jizzax tibbiyot kollejida o'qiganman, farmatsevtika yo'nalishida va Jizzax pedagogika institutida o'qiganman. Qaysi yo'nalishda pedagogika instituti? Xorijiy tillar fakulteti, ingliz tili, adabiyoti yo'nalishida o'qiganman. Tushunarli. Kollejingiz farmatsevtika, lekin oliy ta'lim xorijiy tillar. Bu ikkalasi bir-biriga mos tushmayapti-ku. Nima uchun o'zgarib ketgan? Bunda bir qancha faktorlar bor. O'sha maqsadlar o'zgargan davr. Ya'ni masalan, yoshligimizda hamma baribir boshida u kasbni egallayman, keyin bu kasbga o'taman deydigan davr bo'lgan. Menda boshida shu kollejda yurganimda shu ota-onam shu maslahat berishgan, shu kollejga kirib farmatsevt bo'lib, shu dorixona sohasida ishlashni maslahat berishgan. Men u sohaga harakat qilib ko'rganman. Kollejda yurganimda o'sha amaliyot sifatida aptekalarda ishlaganman va keyinchalik shu o'zimda rejalarim o'zgarib, shu o'qituvchilik kasbiga mehr qo'yganligim sababli shu o'qituvchilik kasbini tanlash maqsadida shu universitetga, xorijiy tillar fakultetiga o'qishga kirganman. Tushunarli. Angliyagacha yana bundan tashqari yana qaysi sohalarda yoki qaysi joylarda ishlagansiz? Shu yuqorida aytganimdek, boshida o'sha butunlay boshqacha holat, ya'ni o'zimni sohamga tegishli bo'lmagan sohada ishlaganman boshida, ya'ni farmatsevtika kollejda farmatsevtika yo'nalishini bitirganligim sababli ozroq vaqt davomida, hattoki universitetda o'qiyotgan talabalik davrimda ham aptekada ishlaganman, farmatsevt sifatida, provizorligida, shu dori sotish o'sha. Va undan tashqari undan keyin hozir o'sha Angliyaga ketishimdan oldin Jizzax shahridagi 3-sonli ixtisoslashtirilgan maktabda ingliz tili fani o'qituvchi sifatida ishlaganman. Sizda Angliyada o'qish orzusi qachon paydo bo'lgan o'zi? O'zi aslida bu savolga javob juda ham qiziqarli. Sababi men yoshligimda masalan hammada bekorchi vaqtlar ko'p bo'lganimizda, ko'proq bizda televideniyada ko'proq shu hind kinolarida ko'p ko'rganmiz, o'shanda eslayman, masalan Londonga o'qishga ketdim deganda masalan ko'p bo'lardi, hindlar masalan aktyorlar aytar edi, Londonga o'qishga ketyapti ekan, o'qishga ketyapman deb shunaqalar qilishar edi. Shu gaplarni ko'p eshitib qolardim. Bilmadim, o'sha paytlari hayolim o'sha paytlardan kelgan, shu Londonda o'qimoqchiman deydigan fikr kelgan o'sha paytlari. O'shandan tug'ilib kelgan o'zi asli. Demak, o'sha hind kinolari sabab bo'lgan ekan, qaysidir ma'noda. Qaysidir ma'noda shunday bo'lgan. Ya'ni shu uchqun paydo bo'lishiga shu sababchi bo'lgan. Tushunarli. Chunki ko'p aytishardi, shu Londonda o'qiyman, Londonga ketyapman deb, shu Hrithik Roshanni, o'sha aktyorlar bor, o'shalar kinolarida ko'p ko'rardik. Lekin uncha hindlarda kinosini sevib tomosha qilmayman-ku, lekin shu yoshligimizda shu ko'rgan vaqtlarimiz bo'lgan. O'shanda taassurot qoldirgan shu Londonda o'qish fikri. Tushunarli. Maktab davrlaringizda hech Angliyada o'qiyman deb tasavvur qilganmisiz? Yo'q, o'zi rostini aytadigan bo'lsam, unaqa hech o'ylab ko'rmaganman. Misol uchun, to'g'ri o'sha kinolar davomida ko'rgan vaqtim, misol uchun, o'sha Londonda o'qimoqchiman, shunaqa gaplar kelgan, lekin maktab davrimda konkretni unaqa fikrda bo'lmaganman. Bir kunda qachondir o'qiyman ekan degan fikr bo'lmagan, o'zi rostini aytsam. Lekin xorijda o'qish fikrim bor edi o'zi, chunki o'sha maktab davridan ingliz tilini o'rganishni boshlaganmiz biz. Yaxshi. Aynan Angliya kelmagan fikr. Chunki Amerika yoki biz bilar edik, atrofimizdagi ko'pchilik shu o'sha davrlarda shu Amerikaga ketishga qiziqishar edi. Biz o'sha paytlari Amerikaga ketyapti ekandirdik. Shu
Yaxshi Bobur, sizga ko'proq ta'sir o'tkazgan ustozlar bormi va ular kimlar? Albatta, shu avvalo keling shuni ikkiga bo'laylik. Masalan, shu Angliyaga kelishimga sababchi bo'lgan ustozlar bor va bundan tashqari ingliz tili sohasida universitetda o'zida ham bizga ko'proq motivatsiya bergan o'qituvchilar bor. Bular avvalo shu Durdona Karimova bo'ladilar. Hozirgi vaqtda Angliyada o'sha PhD sohasida tahsil olmoqdalar. Ular bilan ba'zida telefonda aloqada bo'lib turamiz. Shu o'zimizda deylik masalan sohamiz bo'yicha gaplashib, shu maslahatlar olib turaman ulardan haligacha va bundan tashqari shu Best o'quv markazini shu tashkilotchisi bo'lgan shu Noza teacher deymiz. O'sha Noza teacherdan ham ko'proq motivatsiya olganmiz. Ular bizga har doim ingliz tilida dars o'tib, bizga ko'proq o'quvchilarni podдержка qilib shu universitet davrida bizga katta taassurot qoldirishgan. Shu universitetni yaxshi ko'rib qolishimiz, sohamizni yanada chuqurroq o'rganishimizga motivatsiya berishgan ular. Bundan tashqari Angliyaga kelishimdan oldin shu o'qituvchilarga o'zim yanada o'sha sertifikat borasida qo'shimcha kurslarga borganman. Bunda asosiy o'qituvchim mani Shukrullo ustoz bo'ladilar. Katta rahmat aytaman ularga. Ya'ni shu ancha yordam berganlar, chuqur bilim berganlar o'sha davrda. Va undan tashqari Angliyaga aynan shu kuchayib ketishiga, shu Angliyaga borish fikri reallikka aylanishiga ko'proq turtki bergan Uktam teacherni ayta olaman. Sababi ular o'sha payt Speak Up degan o'quv markazlari bo'lardilar. O'ta darajada shu darslarini qiziqarli o'tib, kuldirib, hammaga shu zo'r feeling qo'shardilar-da. Masalan, kayfiyat bo'ladi-yu, qiziqarli qilib tashkillashtiriladi. Buni orasida shu Angliyaga borib kelgan, o'sha Angliyaga borganlar, ular ham magistraturani o'sha yerda o'qiganliklarini aytardilar. O'shanda ko'p rasmlarini ko'rsatardilar. Mana bu yerda bo'lganman, rasmga tushganman, shu rasmlarini ko'rsatib, bu haqiqatan misol uchun menga ta'sir qilgan. Misol uchun menda o'shanda kuchaygan o'sha fikr, ya'ni o'sha Angliyada o'qisam qanday bo'lar ekan o'zi deb. Sababi haqiqatan chin ko'ngildan havas qilganman insonga Angliyada o'qiganliklarini. Keyin hozirgi vaqtda misol uchun o'zim Angliyada ham o'qib yuraman, shu magistraturada va shu Uktam ustozimizni shu aytgan gaplarini eslayman ba'zida. Misol uchun mana shu yerda o'qiganman, mana shu joyda rasmga tushganmiz, Londonda har xil shu mashhur joylarda rasmlarni ko'rsatganlar. Mana shu bizga ham nasib qildi o'sha holat. Chunki chuqur o'sha havas qilsak, bizga ham o'sha narsa bo'lar ekan. Misol uchun Uktam teacherga o'shaning uchun ham havas qilganman. O'sha sababli. Tushunarli. Tomoshabinlardan iltimos qilib qolamiz. Yuqorida ismlari keltirilgan ustozlarga ushbu podkast jo'natib qo'ying. Shunaqa faxrlanishga arziydigan shogirdlari bor ekan, ko'rishsin. Xo'p, davom etamiz savollarda. Siz Angliyaga magistratura topshirganda qanaqa talablar bor siz topshirgan yillari? Yo'q, bu o'zi aynan bitta yil emas, bu har doim talab qilinadigan narsalar. Avvalo o'sha IELTSdan 7 minimum o'sha magistratura yo'nalishida aytyapman. Chunki undan oldin foundation yoki bakalavr yo'nalishida ham shu darajasida ham ketsa bo'ladi. Unda IELTS pastroq B2 darajada talab qilinadi. 5.5 dan yuqori bo'lsa bo'ladi, lekin magistraturaga 7.5 talab qilinadi va bundan tashqari shu kerakli hujjatlarni yaxshi tayyorlab o'sha kerakli vaqtda topshirsa, albatta mana shu. Qancha universitetga topshirgansiz va rad javobini ham olganmisiz? Albatta, men hozir Angliyaning o'ziga 3 ta universitetga topshirganim boshida, shu undan oldingisini ayta qolay. Masalan, shu 3 yil oldin shu Koreyaga topshirganman ham. Bu paytda ham o'zim harakat qilganman. Hujjatlarini, boshqa narsalarini unda keta olmaganman, atkaz olganman. Sababi o'sha payt IELTSim yo'q edi, sertifikat bo'lmaganligi uchun shunda ham til kursiga deb shunda ham harakat qilganman. Lekin unda atkaz olganman, lekin hozir IELTS olingandan keyin shu Angliyaga 3 ta universitetga topshirgandim, uchalasi ham birdan qabul qilishgan. Faqat menda tanlov faqat qaysi birda o'qish kerakligi bo'lgan. O'sha Greenwich degan o'zim universitetim, hozir o'shanga tanlaganman va o'sha bo'yicha hozir tahsil olmoqdaman o'sha universitetda. Viza olishda o'zingiz hujjat qilganmisiz yoki firmalar xizmatidan foydalanganmisiz? Keling, mana shuni savolga aylantiraylik. O'zingiz hujjat qilganingiz yaxshimi yoki shu firmalardan foydalanganingiz yaxshimi deb savolga javob beradigan bo'lsak. Men o'zimni shaxsiy fikrim, o'zim tajribamdan kelib chiqqan holatda firmalar xizmatidan foydalangan yaxshi deb hisoblayman. Men kimnidir reklama qilish yoki boshqa maqsadda aytayotganim yo'q. Albatta bu manfaatli bo'lishi uchun aytyapman. Ya'ni nima uchun? Sababi firmalar aniq
o'sha yo'nalish ko'rsatishadi. Masalan, grantlar yutib berishadi, ular sertifikatingiz bo'lsa, o'shanga yarasha grantlar va tavsiyalar beradi, qaysi universitetning qancha kontrakt to'lovi bor va hokazolar haqida to'liq yaxshi ma'lumotlar beradi. Nafaqat shu Angliyaning o'zida, balki mana shu yerda hujjatlar tayyorlayotganda ham ular sizga to'liq ma'lumot berishadi. Hattoki qaysi zdaniyani qayerdan topib olishgacha olganman. Lekin o'zi hujjat qilish bo'lsa agar ko'pincha chalkashib yoki nimanidir qoldirib yuborishadi yoki nimanidir esdan chiqarishadi va ko'pchilik holatlarda shu puxta qilinmagan bo'lsa agar hujjatda kamchilik bo'lsa vizada отказ chiqib qolish ehtimoli bor. Riskda bu. Bu odam o'ziga bog'liq. Bu men o'zim shaxsiy fikrim. Men o'zim shu Toshkentda shu studying shu aytib ketib qolay. Hozir sababi bu ham reklama emas. Masalan, o'sha o'zimning tavsiyam. Chunki sababi undan kimdir foydalansada manfaat bo'lsa, men misol uchun hammaga manfaatli bo'ladi. Sababi deylik, men hozir o'sha studying degan consulting bor. O'sha studying jamoasini shu anaqasidan foydalanganman. O'sha xizmatidan foydalanganman. Ular menga to'liq yordam berishgan va necha pul xarajat qildingiz deydigan savol bo'lsa, men o'sha consulting hujjatlar Angliyaga yetib borishgacha o'sha aynan consulting borasida men tekinga bo'lganman. Chunki ular nima uchun tekin desanglar, boshida endi boshidaga to'lov bo'ladi. Keyin uni qaytarib berishadi. Shartnomada shunday deb yozilgan. Keyin men o'sha shartnoma bo'yicha masalan ularga rozi bo'lganman. O'sha hamma hujjatlarimni boshidan oxirigacha o'z vaqtida kerak bo'lsa vizalarim erta chiqishigacha ular harakat qilib berishdi. 12-avgust kuni chiqqan. Endi o'ta darajada tez chiqdi. Bir haftada chiqdi. Ular taxlagan hujjatlarni juda ham akkuratni o'z vaqtida hamma narsa qilinganligi sababli deb hisoblayman. Va bundan tashqari shu deylik masalan u yerga nima uchun o'sha tekin bo'ladi desanglar, boshida to'lovim bor edi, keyin uni qaytarib olganman. Keyin nima uchun bular qaytarib berdi, ularga nima foyda desanglar, biz kontrakt to'laymiz ekan, o'sha kontraktdan ular o'zlariga qanaqadir chegirma olar ekan, o'zlariga universitetdan olar ekan. Bu hech qanaqa o'sha talabadan ketmaydi ekan bu. Talaba endi o'zi hujjat qilsa ham talaba baribir kontraktini to'lashga majbur bo'ladi. Agar shu el yurtda yo boshqa grantlar asosida ketmayotgan bo'lsa, o'zining hisobidan deylik, kontrakt asosida ketmoqchi bo'lsa agar. Keling endi Angliya haqida ham gaplashaylik. Angliyada qaysi universitetda o'qiysiz, qaysi sohada o'qiysiz, ta'lim xarajatlari qanday, o'qishga borganlar yana nimalarni bilishlari kerak? Hozirgi vaqtda men Greenwich universitetida tahsil olaman, shu Londonda joylashgan. Lingvistika sohasida tahsil olmoqdaman hozir, magistratura bosqichidaman hozir. Greenwichda talabalar va o'qituvchilar munosabati qanday? O'qituvchilar talabalarni qiynashmaydimi? Yo'q, bu borada lekin juda ham pozitiv fikrim bor. Sababi o'qituvchilar doimo o'quvchilarni doimiy ravishda ular deylik qo'llab-quvvatlashadi. Hattoki o'z do'stida yaxshi munosabatda bo'lishadi, o'ta darajada muloyim gapirishadi. Endi bilmayman boshqa universitetlarda qanaqa munosabatda bo'lishadi. Lekin aynan bizda universitetdagi men ko'rgan o'qituvchilar deylik 8 ta kurs bo'lgan, 2 ta term bo'yicha o'sha 8 ta o'qituvchining birortasi bizga bir ortiqcha gap gapirib yoki bir jiddiy ohangda gapirganini eshitmaganman. Hammasi doim kulib, yaxshi munosabatda bo'lib, har doim nimadir bizga yo'nalish kerak bo'lsa agar doim erinmasdan tushuntirib, email orqali biz doimiy ravishda bir-birimiz bilan aloqada bo'lib turamiz. Email orqali misol uchun o'sha uchrashuv belgilaymiz, onlayn miting deyiladi. O'sha onlayn miting orqali bir-birimiz bilan suhbatda bo'lib, ular o'sha onlayn mitinglarda ham biz uchun vaqt ajratishadi. Doimiy ravishda vaqtim yo'q yoki shunaqa gaplar aytishmaydi ular. Doimiy ravishda. Teng bo'lib, ular hammasi bizning o'qituvchilar, professor, doktorlar hammasi va ular o'ta darajada o'sha bilimlari kuchli, yaxshi va biza so'ragan narsani keragidan ortiq qilib berishadi doimiy ravishda. Va o'sha qiziq taraf shuki, ular shu faqat inglizlar emas, o'qituvchilar har xil davlatlardan bor. Biz o'zimizda fransiyalik o'qituvchimiz, italiyalik bor edi, bitta keyin o'sha xitoylik bor edi. O'qituvchilar ham shu har xil davlatdagi o'qituvchilarni ko'rib, odam deylik misol uchun ingliz tilini har xil deylik millat vakillaridan o'rgansa ham yanada yaxshi boshqacharoq ta'sirot qoldirar ekan. Meni fikrim bu. Nafaqat o'quvchilar har xil davlatdan kelgan, balki o'qituvchilar ham har xil davlatdan u yerda. Hattoki o'zimizdan o'qishni bitirsanglar agar u yerda o'qish ishlab u yerda o'zimizda karyeramizni qilsanglar bo'ladi u universitetda. Yaqinda bir gap eshitdim, Angliyadagi ayrim yo'nalishlar O'zbekistonda tan olinmar ekan. Sizning yo'nalishingiz
bitirib O'zbekistonda ishlasa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Sababi dunyo reytingiga kiradigan universitetlar bor va kuchli mingtalikka kirgan universitetlar nostrifikatsiya qilmasdan turib shu agar sohasi to'g'ri kelsa mana shu O'zbekistonda ham ishlasa, nafaqat O'zbekiston balki chetlarda ham ishlasa bo'ladi. Bizda sohamiz bo'yicha aynan bo'ladi. Sababi meniki shu teaching yo'nalishi, o'qituvchilik, shu deylik seminarlar o'tamiz. Biz o'sha bitirganimizdan keyin seminar o'tadigan o'qituvchilar bo'lamiz va o'zimizning soha bo'yicha bemalol shu o'zimizning universitet O'zbekistondagi universitetlarga bemalol ishlash, karyera qilish imkoniyatimiz bor. Sababi shu kuchli mingtalikka kiradi. Keling endi Angliya hayoti haqida ham, yashash, ishlash haqida ham gaplashaylik. Bu joy menga ham juda qiziq. Angliyaga borib tushganingizda ko'proq nimadan hayratlandingiz? Hayratlanadigan holatlar juda ham ko'p bo'lgan, lekin birinchisini aytadigan bo'lsam, endi birinchisi samolyotda o'zida bo'lgan. Sababi shu oyna tarafda o'tirib qolgan edim. Pastga qarasam faqat dalalar, daraxtlarni ko'rganman-da. Keyin o'ylardim, Angliyaga borganda faqat ko'p qavatli binolarni ko'raman, tasavvur qilganman. Lekin to'g'ri aeroportda joylashuvga borib, aeroportlar shu outside London, ya'ni Londondan tashqarida joylashgan. O'sha hisobiga, lekin shunda ham Londonga o'ziga kelganda ham shu ko'rsanglar parklar, ya'ni shu naqalarini shu yashil tabiatini juda ham ko'p saqlab qolganligi hisobiga men faqat ko'p qavatli binolar orasida yashayman desam, yo'q, parklari ham shunaqa joylari ham juda ham ko'p ekan. O'shandan ko'p taassurot qolganligi, hayratlandim. Borganda o'sha hamma joy to'lan, hamma joy, masalan, deylik, dalalar ko'p hamma joyda. Faqat shaharlar bor, London markazi faqat ozroq shu ko'p qavatli binolar, lekin sal tashqariga chiqsangiz hamma joy dala bo'lyapti. Shahar infratuzilmasi ana shunaqa tuzilgan. Shaharchalar atroflari shunaqa dala, shu e'tibor berilgan daraxtzorlar ko'p ekan u yerda. O'shanisiga hayron qoldim. Tushunarli. Bu O'zbekistondan ilk bora chiqqanmisiz? Xorijiy davlatga avval ham chiqqanmidingiz? Yo'q, bu birinchisi bo'lgan. Birinchi chiqqan ekansan. Angliya bilamiz, O'zbekistondan ancha uzoq, boshqa madaniyat, boshqa mentalitet. U joyga borganda hech o'zingizni yolg'iz his qildingizmi begona insonlar orasida? Albatta, shu begona joyga tushgandan keyin odam o'zini yolg'iz his qiladi, lekin biz endi o'g'il bola bo'lganimiz uchun armiyaga ham borganmiz, 14 oy xizmatda bo'lganmiz. Bunaqa hissiyotlar o'zi deyarli misol uchun qolgan desanglar ham bo'ladi, lekin deylik misol uchun uzoqda birinchi marta bo'lmayapman demoqchiman. Ya'ni o'sha oldin ham bo'lgan. Hozir ham masalan Angliyaga borganda boshida ozroq masalan o'sha oila sog'inchi, ota-ona sog'inchi bo'lgan, lekin undan keyin ko'nikib qachonki odam bo'sh o'tirmasa, bo'sh qolmasa, o'qisa yoki shu ishga kirsa, shunaqa holatlar bo'lsa, shu bu sog'inchlardan asta-sekin yengsa bo'lar ekan. Tushunarli. Angliyani ob-havosi bu alohida mavzu. Shu Angliya ob-havosi haqidagi stereotiplar qanchalik to'g'ri ekan? Bu deylik masalan u yerga ketishimdan oldin meni jo'ram maslahat bergan, do'stim shu u yer Oybek degan jo'ram, shu aytgan shu nam joy, u yerlar shu yomg'ir bo'ladi, shunaqa deganda men xursand bo'lgandim. Endi jo'ram aytdi, "Senga qanday ta'sir qiladi?" degan deb savol bergandi. Men o'zi haqiqatan menga yoqadi degandim, lekin borganimdan keyin haqiqatan shunaqa ekan. U yerda havo nam, kimdir misol uchun yomg'irni yaxshi ko'rsa, kimdir bulutli havoni yoqtirsa, u juda ham yaxshi yashash uchun zo'r qulay mamlakat ekan. Menga shaxsan yoqadi bunaqa joyda yashash. Doimiy ravishda deylik masalan bulut bo'ladi, ayniqsa shu Londondan tashqari bo'lgan shu dengizga yaqinroq joylarda yashasangiz, doimiy ravishda bulut bo'ladi, yomg'irlar ko'p bo'ladi, o'sha namgarchilik ko'p bo'lgan davlat ekan. Tushunarli. Angliyada bir oy yashash uchun qancha xarajat ketadi talabalar uchun? Aynan talabalar uchun dekkan bo'lsangiz, u albatta odam o'ziga bog'liq bo'ladi. Masalan, o'sha kvartirani arzon qimmatligiga oladigan bo'lsangiz, o'rtacha kvartira turist funt deymiz. Turist funt ham 550 dollar atrofida bo'ladi, bilmayman, lekin aniq aytolmayman. O'sha turist funt ekan bitta talabaga va o'zini budjetiga bog'liq. Uni deylik masalan o'sha produktni sotib olishi hammasi narveri 600-700, jami 1000-1200 lar ketadi. Unda ham o'rtachadan sal oddiyroq yashayman. Sababi shu u yerda naqalar juda ham arzon, produktlar u yerda arzon. O'shaning hisobiga 1200 funtlar ketadi bir oyga yashashga. O'rtacha bo'lib yashashga unda ham. Tushunarli. Sizda eng katta xarajatingiz nima bo'lgan?
Men eng katta xarajatim shu u yerga borganda o'sha mashina sotib olganim bo'lgan. Sababi qiziqqanmiz biz ham shu borganda shu mashinalar arzon u yerda juda ham tez sotib olsa bo'ladi. Bundan tashqari prava, O'zbekiston pravasi ham o'zimizda prava bemalol 1 yil haydab yursangiz bo'lar ekan. O'shani hisobiga qiziqish sifatida просто tak o'sha yerda bitta mashina olganim bo'lgan. Keyin uni o'sha yarim stavkali ish bizada part time job deyiladi. O'sha part time jobga kirib, o'sha dastavka ishlarida ishladim ozroq vaqt. Keyinchalik ishimni o'zgartirganimdan keyin mashinamni sotib olganman. O'zini narxidan ham yaxshiroqqa sotganman. Talabalar qanday ish topishadi va siz nima ishlar qilgansiz shu o'tgan yillar davomida? Bu juda ham qiziq savol, sababi men juda ham ko'p ishlar qilganman. Deylik, misol uchun ko'p bo'lganda ham, deylik 2 ta 3 ta ishda ko'p deb aytayapman. Masalan, borganimda kebab shopda ishlaganman. Talaba sifatida biz ishlashga haqqimiz bor, ya'ni bizga 20 soat ishlash uchun ruxsatnoma berishgan, haftasiga 20 soat berishadi. O'shanda manfaatli foydalanish kerak deb o'ylayman. Albatta. Va men birinchi borganimda turklarda kebab shopida ishlaganman. Shu kebab shop donorlar shunaqa narsalar sotishadi va undan keyin dastavkada ishlaganman va restoranda ofitsiant bo'lib yoki masalan runnerlik ishlari bor. Shunaqa ishlarda ishlasa bo'ladi. Biz talaba sifatida ishlasangiz bo'ladi bemalol. Ular bizga ish beradi, yarim stavkali ish. Bundan tashqari Asda, Tesco degan magazinlar bor, Lidl bor. O'sha magazinlarda ham yarim stavka bemalol ish topib, dokumentalni ishlab, shu universitetdan o'zi ruxsat bergan bu narsaga o'qishga ta'sir qilmasa bo'ldi va ishlasangiz bo'ladi. Tushunarli. Shaxsiy savolim bor. Yana bitta shu inglizlar sizda qanday taassurotlar qoldirgan ko'proq? Inglizlar ko'pchilik aytadi, masalan, shu deylik inglizlar o'zlari juda ham shu o'zlarini juda ham madaniyatli deb hisoblashadi deb kinolarda ko'p ko'rgan edim. Ya'ni misol uchun mensimaydi degan unaqa taassurotlar qolganda edi kinolar bo'yicha, lekin asli unaqa emas ekan. Inglizlar juda ham muomalasi chiroyli, yaxshi. Hattoki siz agar unga urilib ketsangiz, sizda aybingiz bo'lsa ham u uzr so'raydi birinchi o'rinda. Shu darajada madaniyat juda ham yaxshi rivojlangan. Odamlar o'ta darajada muloyim, yaxshi bir-biriga, asabiylik yo'q. Eng asosiysi bu narsa menga haqiqatan ko'zga ko'ringan, haqiqatan muomala madaniyati, o'zini tutish, axloq, odob deylik. To'g'ri o'zlarini o'sha kiyinish mentaliteti bor. Undan tashqari lekin muomala madaniyat jihatidan yaxshi taassurot qoldirgan ular. Inglizlar ham Amerika yo Yevropaning boshqa davlatlariga o'xshab ko'chalarda tabassum bilan yurishadimi? Albatta, hamma bir-biriga, hattoki men bu narsadan o'zim hijolatdan bo'laman. Misol uchun kimnidir yuziga qarab to'g'ri o'tib ketsangiz, u sizga kulib o'tib ketadi. Bu narsa realni, misol uchun Angliyada yurgan odamni hammasidan so'rasa aytsa kerak. Misol uchun men ko'chada ketayotganimda kimdir yuziga agar uzoq muddat tikilib ataylabdan masalan sinab ko'rish uchun ham shunday o'tsangiz, ular sizga tabassum qilib o'tib ketadi. Kuladi, ataylab bunday tabassum qiladi. Kulish degandagi mazax qilish ma'noda emas, sizga tabassum qilishadi alohida. Men bu narsadan har doim hayratda bo'laman. Bu qanaqa odat bo'ladi-da? Tushunarli. Inglizlar yana nimalarga ko'proq e'tibor berishadi ular? Inglizlar asosiy e'tibor beradigan narsa sog'liqqa katta e'tibor berishadi. Ya'ni quyosh, boya aytganimizdek, doimiy bulut bo'lganligi uchun ular quyoshni yaxshi ko'radi. O'sha ertalabdan obedgacha bo'lgan vaqtda odatlar ko'pincha ular quyoshga chiqib toblanishni yaxshi ko'rishar ekan. Bundan tashqari sog'liqqa katta e'tibor beradigan tarafi ular mashinani o'rniga velosipeddan foydalanishar ekan. O'sha menga haqiqatan taassurot qoldirgan. Sababi misol uchun biror bir bank xodimi bo'ladimi yoki biror bir joyda shu rasmiy kiyim kiyib ishlaydigan joylar bo'lsa-da, masalan, o'shanaqa joyda ishlasa ham hattoki ular velosipeddan foydalanishadi. Masalan, qachon shu pik vaqti bo'ladi-yu, masalan, shu probka vaqti bo'ladi. O'sha vaqtlar ko'chaga chiqsangiz, mashinadan ko'p velosipedni ko'rasiz u yerda. Sababi bitta odam masalan shu davlat ishida ishlaydigan biror bir odam bo'lsa agar o'sha kiyimlari ishxonada qolgan bo'lar yoki o'zi bilan olgan bo'lar, o'zini kerakli narsalarini esa papkalarini velosipedga ortishadi, sportivni kiyishadi-da, haydashadi, ishiga ketishadi. Shu orqali ular nafaqat shu tabiatga nisbatan o'sha do'stona munosabatda bo'lgan bo'ladi va bundan tashqari o'zlari sog'lig'iga ham katta ta'sir qilar ekan bu. Tushunarli. Shu narsa haqiqatan yaxshi bo'ladi. Xo'p, sizda hech til sababdan qandaydir muammolar bo'lganmi, tushunmovchiliklar?
Yo, albatta hammada bo'ladi. Birinchi borganda tilni tushunmaslik bo'ladi. Sababi ingliz tilini bilaman deb borganingizda ham, misol uchun u yerda shevalardan kelib chiqqan holatda shu qiyinchilik bo'ladi. Masalan, u yerda har xil o'zi inglizlarda o'zida biz bir ingliz o'qituvchimiz professor doktor aytgan bizaga, o'sha bizada biz o'zimiz savol berganmiz. Ingliz biz ajrata olmaymiz. Ingliz emasmiz, sababi sizlar laqchada ham gaplashasizlarmi deganda, bizada laqcha o'ta darajada ko'p degan. Misol uchun har xil o'sha shevalar deydi-ku. Shevalarda ko'p gaplashishadi. Ba'zi joylarga borsanglar, misol uchun hali men Shotlandiya ham o'ziga bormadim. Shotlandiyaga borsangiz, umuman tushunmaysan. Ingliz tilida gapiradi, lekin ingliz tilini umuman tushunmaysan deyishadi. Laqchasi boshqachada. Shu shevasi boshqacha shevada, aksentlari, hamma narsalari boshqacha gapiradi. Biz tushunmayapmiz. Men o'zim ham borganimda boshida shu inglizlar bilan gaplashayotganda shu borada menimcha tushunmovchilik bo'lgan. Keyin o'rganib, yaxshilab eshitib, odam o'zini bosib olgandan keyin tushunib, ular bilan общение qilishni boshlar ekan odam. Tushunarli. Yana bir savol, baribir boshqa shahar, bilmagansiz avval joylarda hech adashib qolganmisiz? Boshqa manzillarga ham ketib qolganmisiz ishga yo uyga boradigan paytingiz? Yo'q, bu borada masalan bunday holat bo'lmagan. Sababi u yerda shu Google Map orqali masalan manzillarni topish o'ta darajada aniqlik bilan ishlar ekan, o'sha hisobiga deyarli hech kim yo'qolib qolmaydi deb o'ylayman. Sababi shu Google Map orqali biror bir manzilda postkodi bo'ladi. O'sha postkodni kirgizsangiz, o'sha uy yoki biror bir manzil bo'ladi-yu, o'sha ishxona bo'ladi yo universitet bo'ladi, aniq ko'rsatadi. Uni xohlasangiz mashinada yoki trenda yoki masalan avtobusda borasizmi, piyoda borsangiz, velosipedda borsangiz, hammasi chiqib keladi-da va qaysi biridan osonroq, hattoki qancha pulga yetib olishingizgacha chiqarib beradi. O'sha o'zingizga ma'qulini tanlab ketaverar ekansiz. Va bundan tashqari shu o'rinda aytib o'tish kerak, qiziqarli ma'lumot bu ham. Angliyada 1 soat ichida o'sha double decker baslar bor, avtobuslar, 2 etajli avtobus deymiz, qizil avtobuslari. O'sha qizil avtobuslarda 1 soat ichida peresadka qilsangiz tekin bo'ladi. Zo'r-ku. Bizda bunaqasi yo'q lekin. U endi albatta bu probka vaqtlari ko'p vaqt olinganligini hisobiga odamlar ko'p xarajatga tushmaslik sababli o'shanaqa narsalarni joriy qilgan deb o'ylayman. Tushunarli. Angliya tarixiy jihatdan ham, tabiati jihatdan ham ajoyib mamlakat. Siz uchun eng qiziqarli sayohat qayerga bo'lgan Angliya bo'ylab? Hali ko'p joyga sayohat qilishga ulgurmadim, lekin 2-3 ta joylarga bordik. Seven Sisters Cliffs degan joyi bor. Juda ham qiziqarli joy ekan. Men uni ko'pincha kinolarda ko'rganman. Shu fantastik kinolarda ko'rardim. Orzuyimdagi joy edi. Haqiqatan borib, u yerdagi taassurotlarim kuchli haqiqatan. Shu dengiz bo'yida shu rasmlarga tushib, o'sha yerda anaqa qilganmiz. Haqiqatan qiziqarli joy. Keyin Bamford Edge degan joy bor. O'sha Sheffield degan joyda joylashgan. Bamford Edge bu xuddiki anavi Simba kinosidagi Simbani bolaligida masalan ko'tarib turadi-yu, anavi o'sha maymun chiqib tepaga ko'taradi, bitta tosh ustida. Mana bunaqa tosh ustida. Xuddi o'shanaqa tosh ustiga borib rasmga tushadigan joy ekan. Xuddi o'sha Simbada olingan kinodagi deli multfilmdagi o'sha joy ekspozitsiya. O'sha xuddiki o'sha yerdan olinganda, menimcha, yana bilmadim, Bamford Edge deyiladi o'sha yer. Yaxshi. Angliyada o'rgangan eng foydali odatingiz qaysi biri? Angliyada shu borganimdan keyin eng foydali odatim, albatta bu yerdaligimda vaqtimni sarflash borasida o'ta darajada chalkashlikka duch kelardim. Sababi o'zimni rejamdan tashqari ko'p rejalar chiqardi, oiladagi va hokazo holatlardagi, ishxonada yoki boshqa joydan chiqaradi. Lekin u yerga borgandan keyin aniq o'sha o'zingizni vaqtingizni o'zingiz tartibga sola olar ekansiz. Sababi misol uchun o'qishga boradigan vaqtingiz, agar shu ishga joylashgan bo'lsangiz, ishga boradigan vaqtingiz, bundan tashqari shu ortib qoladigan vaqtni ham qanaqadir bir samarali o'tkazishni harakatini qilar ekansiz u yerda. Ko'pchilik o'zimizda o'zbeklar yoki xorijdan kelgan talabalar yoki boshqa sabablar bilan borgan odamlar u yerda o'sha ko'pincha suzishga, sport zallarga borishga, yugurishlarga, o'shanaqa joylarga qatnashishga harakat qilishar ekan. Va bu vaqtni samarali o'tkazish uchun maksimum odam o'zi uchun harakat qilaverar ekan.
O'shanisi menga yoqqan. Tushunarli. Yana mavzudan sal chetroqda savol beraman. Hozirgi aqlingiz bilan 18 yoshga qaytib qolsangiz nimalar qilgan bo'lardingiz? Hozirgi taqdiringizni qaytararmidingiz yo boshqa yo'l tanlarmidingiz? Albatta, men hozir yana 18 yoshga qaytib qolsam, hozir men hozirgi yoshimda men magistraturaga ketgan bo'lsam, 18 yoshimda Angliyaga men foundation yoki bakalavrga ketgan bo'lardim. Sababi haqiqatdan men Angliyaga borib o'qishni tavsiya beraman barcha o'zbek yoshlariga. Bobur, o'tgan yil davomida sizda qanday o'zgarishlar bo'ldi shu Angliya ta'sirida? Bu borada juda ham katta o'zgarish bor. Ya'ni ikki xil jihatdan oladigan bo'lsanglar, emotsional jihatdan deylik va fizik jihatdan oladigan bo'lsanglar, juda ham katta o'zgarish bor. Ayniqsa fizik jihatdan desanglar, ko'rinishim, ya'ni o'sha bu yerdan ketishdan oldin 97 kiloda ketuvdim. Vaznim 97 kilo bo'lgan. Qaytayotganimda mana hozir 80 kilo bilan qaytib kelganman. Bu ko'pchilik aytadi, talabalik davrida qiynalgan yoki boshqa sabablar bilan deb o'ylagan bo'lishi mumkin, lekin bunday emas. Sababi men u yerda yashash juda ham zo'r bo'lgan. Haqiqatdan masalan, yeb-ichish shunaqa narsalarda muammo bo'lmagan. Faqatgina shu kaloriyasi kam bo'lgan, u yerdagi ovqatlar kaloriyasi kam bo'lar ekan masalan. O'shani hisobiga deb o'yladim men o'zim. Kaloriyasi kam ovqatlar odamni ozitib yuborar ekan deydi. Undan tashqari o'zim ham ozish uchun harakat qilganman. Qanday? Masalan, har kuni ertalab turgan vaqtim limon choy ichardim. Limon suv, deylik, kiptobga limon solardimda ichardim. Doimiy ravishda 2-3 oy o'sha narsani qilganman. Ya'ni o'zim ham qiziqardim vazn tashlashga. Va shu sababli menimcha 17 kilo tashladim deb o'ylayman. Katta narsa, 10 oyda ichida katta narsa bu. Bu yerda bo'lganimda tashilmagan bo'lardim. Yana bilmadim. Keyin emotsional jihatdan esa odam o'zi xorijda ko'rgandan keyin bemalol misol uchun qaytishda ham borishda ham o'sha samolyotga o'tirib, shu dunyo ko'rdik, qaytishda masalan naqalar bo'ldi. Peresadka orqali ba'zi davlatlarga tushdim, u yerlarda ham aylandim. O'zimda ishonch ortdi. Ya'ni oldinlari biz O'zbekistondan turib ruxsati bor bo'lgan davlatlarga ham chiqishga misol uchun bizada unaqa bo'lmagan masalan. Deylik, duh deydi-ku o'sha. Shunaqa narsa bo'lmagan. Misol uchun qaysidir jihatdan ushlab qolaverardi. Hozir esa bemalol bo'lib qolgan. Masalan, oddiy ekan, bizga ruxsat berilgan davlatni, misol uchun bemalol uchib borib, aylanib, sayohat qilib qaytib kelib, xuddi shunaqa emotsional jihatdan o'sha odamga motivatsiya bergan taraf mana shu bo'lgan. Tushunarli Bobur, qimmatli vaqtingizni ayamay suhbatimizda ishtirok etganingiz uchun rahmat. Hurmatli kuzatuvchi, podkastimiz shu yerda yakuniga yetdi. Qiziqarli savollaringizga javob olgan bo'lsangiz xursandmiz. Videoni manfaatli deb topsangiz, like bosib, yaqinlarga ulashish esingizdan chiqmasin. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling. Siz uchun eng yaxshilarini ko'rsatamiz. Ko'proq ko'rish uchun obuna bo'ling.